Qizlarjonlar, bu videoda men sizlarga yuzinglarga qanaqa rang yarashishini aytib o'taman. Bug'doy rangli qizlarimizga temniy kashtan, qora, shokoladli tsvetlarni tavsiya qilaman. Sababi bug'doy rangli qizlarimizga холодный оттенкlar yarashmasligi, холодный оттенкga bo'yaganingizda yuzinglarni yanada qoraroq ko'rsatadi. Och bug'doy rangli qizlarimizga kapuchino, kashtan, zolotistый oreh ranglar yarashadi. Och bug'doy rangli qizlarimizni agar yanada ochroq rangga xohlasanglar, ildizini to'qroq qilib turib, uchini ochroq qilib bo'yasanglar ham, u ranglar ham sizlarga yarashadi. Oq sariq qizlarimizga esa albatta pepelni ranglar juda ham mos keladi. Sochida oq ko'p ayollarimizga esa pepelni ranglar juda ham mos keladi. Sababi pepelni rang oq sochni o'sganida ham bekitib turadi. Rij rangni sevuvchi qizlarimizga tavsiyam, oq sariqdan kelgan bo'lsanglar, bo'yasanglar bo'ladi, lekin bug'doy rangdan kelgan qizlarimizga yarashmaydi. Baqlajon rangi sevuvchi qizlarimizga esa yuzinglarning rangi och bo'lsa, baqlajon rangiga bo'yasanglar yarashadi. Ekler kraskalarini aynan uy sharoitida bo'yab chiqarsa ham bo'ladi.